Bugun biz onajonim bilan chiroyli bo'lib olib, qatga keldik. Nima deb o'ylaysizlar? Kim topadi? Hozir meni qornim ochdi, lekin Iboga ovqat olib ber deyishga uyalmayman. O'shaning uchun hozir Ibo bilan chesni dondonzikka o'ynaymiz. Yutgan shot to'laydi. Хорошо. Tushundingmi? Yutqizgan emas. Ben bolchunum. Yutgan. Da. Dondonzik. Dondonzik. Sen to'laysan. Ketdi sen Nur. Puling yo'q-ku seni. Voy. Qaraman shu pulim yetadimi? Nima yeysan Voy hozir? bu Bo'pti, bir safar to'lab tur. Bo'pti, qarz daftariga yozib qo'yaman, temir daftariga. Agar to'lamasang, ertaga ham bermasang, o'sha foiz yozishni boshlaydi. 500 ming bo'lar ekan, ertaga 500 ming qo'shilar ekan plyus. 600 ming olib qarz berasan. Kelishdimi? Bo'pti. Chap qo'l Chap bilan. qo'lda. Bo'ldi. Yoqdi bu. Yutqizib maza qilaman. Va. Ibo, sen toza mashinada yurganda, men mashinani himchiska qildirtirdim. Keramika qildirtirdim. Shon ponani urib turtgan joylarim bor-ku, ularni to'g'irlattirdim, bilasan, yana qatta qildirtirdim. O'zbekistonda такой primo mashinalar keladigan joy deb o'tan. Eng zo'rini aytaymi? Nomahramlarning ko'zi senga tushmasin deb ikkita yonimga plyonkani urdirtirdim. Nimaga tonirovka qilmadim aytaymi? Chunki bunga razрешение kerak emas, lekin takoy ko'rsang cho'mli turadi. Tonirovkaga o'xshab. Ortuvchi pul to'lamaysan, zato zo'r qizlar yaxshi-da bu. Bilasan men nima qilaman? Sen tilingni kesaman, Senur. Tushundingmi? Javohir aka, rahmat kattakon aka. Men aytgan narsalarning hammasi bo'pti. Ishingiz menga juda ham yoqdi aka. Sizlarga maslahat beraman, o'rtoqlar, kimga polirovka, keramika xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan Javohir akaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishlarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Sen bo'lsa, oldimga tush. Ofisda gaplashamiz sen bilan. Okay? Charchamaysan. Tez. Chili biladi, Ostakam bilan Abukam Gugurt bilan chiqib ketishganda. Abukam bilan Ostakam hozir kattaroq narsaga almashibdi. O'shani birinchi reaksiyasini sizlar bilan bo'lishimiz kerak. Bizga notarius dedilar, lekin bizga notariusdamiz degandilar, telefon qilganmiz. Biz bilamiz, что nimadir mulk yo'lga chiqib 40 million so'm pulga ko'tarildi. Hozir prosta qaysi birligini bilmayapman. Qaysi birini beryapsiz? Sizlar uchun mana shu mashinamizda Lexiki berishdi. Lexiki almashib olishdi. 4-yilga. Voy, yili ham zo'r ekan. $4,900 turibdi. 1,5 minglik uje kattaroq narsa berishdi. 1,5 ming dollarlik. Jizzax respekt. Jizzax respekt. Молодец, вообще. Gugurt bersa menga mashina ber. Yo'q. Sen Jizzax emasmisan?